Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hikvision Soliha Group mana stadionlarni tugatib, Farg'onada bugundan ishni boshladik. Farg'onaga 5 ta yoki 6 ta kamera qo'yamiz. 5 ta 6 ta deganimiz sababi hali bilmaymiz nechtaligini. 5 tasi aniq, 6-inchisi aniq emas. O'zimizni amakimizni uyiga qo'yapmiz mana. 10-27 Cool.ru kameralari. Mana 10-27 Cool.ru. Mana shunaqa kameralar qo'yapmiz. Hikvision Soliha Group xudo xolasa yana o'z ishini davom ettirishdi. Farg'ona shahardan boshladik. Mana hozir ustalarimiz ishlar boshlashgan. Tomda ham montaj ishlarini qilishyapti. Poyez switchlar tomga o'rnatiladi. Hozir kabellarni montaj qilishyapti. Hozir tomga chiqamiz, ketdik qani. Mana tomga ham chiqib oldik. Hikvision Soliha Group ustalarimiz kabel montajlar qilishyapti mana. Poyez switchlarni o'rnatib, mana podstavkalar yasab, kabellarni 17 ta montaj qilishgan mana. Ko'rinib turibdi. Mana montaj ishlari. Tomlicha bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Hikvision Soliha Groupga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda nomerlarni qoldiramiz.